Bilasizlarmi, bu dunyoda eng nima qiyin ish? Bu o'tning orasida o'tib jotib dam olish. Ko'rganingiz. Men nima qilyapman bu yerda? Kim biladi? Albatta bu yerda men shunchaki yotganim yo'q. Katta bir tok poliyada ishlab yuribman. Mana bunaqa tok poliyada ishlab yuribmiz. Tag jo'yapman. Ko'rganingizdek. Ohoy, hali inoqlarda bor. Hali bu ochishi bor, joy chopishi. Mana ko'rganingizdek katta bir tok poliya. Tag bodisayim bo'ladi. Hozir bu joyasini ertalab tushgan edim, kechga doğru bitta joyani bo'ldim. Mana ko'rganingizdek. Endi bu joyga ketishdim, xudo xolisa. Endi mana bu yoqda otishni boshladi. Ba'zilar yüzümcü ish oson deydi. Oson ish emas. Chunki mehnat qilish kerak. Mana bunaqa mehnat, qora mehnat deyman. O'zimizda nima qishloq tirilibdi. Daylarni chovish kerak. Mana bularni ochish kerak. Mana bularni chovish joylarni keyin hosil kiradi, sug'orish kerak. Ana ondan keyin yüzümcü so'radi. Mana ko'rtirganingizdek tahta bugun xudo xolisa ochib bo'ldik. Mana taxlar уже nixlashni boshlagan mana. Bitta katta yo'nalishlardan yuzim soladi mana bulardan. Mana bu taxlardan yuzim soladi. Ertaga buning ziyoni yo'q. Bundan tagdur nima qiladi? Rivoj qiladi. Qo'ylarga kesib beradi. Mana taxta bo'ldik. Mana ko'rganingizdek. Taxta bo'ldik. O'tni quchoqlab endi uyga haydayapmiz. Qo'ylarga yem shiramiz, mana lavatlarni yelkaga osib olib. Mana yoqdan ko'chadan balandga qarab uyga qarab bo'lyapmiz mana. Quchog'imizda yemish bor, o't. Qo'ylarga olib boramiz. Xudo xolisa. Og'ilga keldik hozir. Qo'ylarni oldik. Bizim qo'y tovuqlarimiz. Endi o'tni tashlaymiz. Oh. Tovuqlar qarasin. Ular o't yemen deb yotdi.